Qutadg'u bilik. Hozirgi zamon Uyg'ur tilidagi nasriy yashmisi. Nasri muqaddima. Köyüngichi ve oyug'uchi Allohning ismi bilan boshlayman. Hamdu sana, minnatdorlik ve sonsiz madhiyle ulug' qudratlik Tangriga xosdir ki, u ulug'liq egisi, tugal qudratlik podshohdir. O yerni, kökni yarattı. Cimi canlıqlarga rizq berdi. Nimini xoligan bo'lsa qildi. Yana nimini xolisa shuni qiladi. Allah xolig'ini qiladi va irodasi bo'yicha hukm qiladi. Yana sonsiz salom va durud xalqlarning yaxshisi, payg'ambarlarning tanlang'ini, Allohning ulug' elchisi Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga bo'lsin. Hamda uning hamrohlari aziz, hurmatlik sahobalarga bo'lsin. Ulardan Alloh rozi bo'lsin. Bu kitob bak azizdir. U Çin hukumalarının temsilleri bilen bezalgan. Machin ulamolarının şiirleri bilen zinetlengen. Bu kitapni o'qigan, bu beytlarni ma'lum qilgan kishi kitobdan yaxshiroq, azizrakdir. Çin ve Machin olimlari ve hakimlarining hammasi birdek fikrga keldiki, Mashriq viloyatlarida, bütün Turkiston ellarida Buğraxon tilichi, turkiy so'z bilan hech kim hech qachon bu kitobdan yaxshiroq kitob yozmagan. Bu kitob qaysi podshohga yoki qaysi iqlimga yetib borsa, g'oyat uzluqi, haddidan ziyoda go'zalligidan u Allohning hakimlari, olimlari qabul qilib, uning har biri bir turlik ot laqam qo'ydi. Çinlikla şahla edep qaidesi deb atadı. Machin padişahlıqının hukumaları memleket qaidesi deyişdi. Məşriqlikla emirle zineti deb atadı. İranlıqla Türkiye Şahname deb ataşdı. Bazıları bolsa padişahla nasihatnamesi deyişdi. Turanlıqla Qutadg'u bilik deb ataydı. Bu kitobni yezib chiqquvchi Balasag'unda tug'ilgan parhezkor kishi edi. Ammo bu kitobni Kashgar elida tamomlab, Mashriq podshohi Tabg'ach Buğraxon huzuriga sungan. Shoh Buğraxonmi uni hurmatlab, ulug'lab, o'zining xos hojibligini uningga berib taqdirlagan edi. Shuning uchun Yusuf xos hojib deb nom shuhrati dunyoga yeyilgandir. Bu aziz kitob 4 ulug' qimmatlik ul ustiga bino qilingandir. Biri adolat, ikkinchisi davlat, uchinchisi aql, to'rtinchisi qanoat. Yana uning har biriga bir turkcha ot qo'ygan. Adolatga kun tug'di alik deb ot berib, podshoh o'rniga qo'yilgan. Davlatga oy to'ldi deb ot berib, vazir o'rniga qo'yilgan. Aqlga o'gdilmish deb ot berib, vazirning o'g'li o'rniga qo'yilgan. Qanoatga udg'urmish deb ot berib, vazirning qerindishi deb aytgan. Yana ular o'ttirisidagi munozira
sual javoblarga o'xshash so'zlar so'zlangandir. O'qiganlarning ko'ngli echilib, yozg'uchini azgu duo bilan yod qilsin deb